Salom tinglovchim. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam menda judayam qattiq taassurot qoldirdi. Bu videoni taxlaganimga ancha bo'lgan, lekin uni yuklash uchun o'zimda kuch topolmagan edim. Bu videoni taxlaganimcha ko'p martalab yig'lab ham oldim. O'ylaymanki, voqeani emas, balki qilgan mehnatimni kommentariy, like va podpiskangiz bilan baholaysiz. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam Angliyaning Chester shahrida sodir bo'lgan. Kit Young va Samantha Tow 1989-yilda tanishib, uchrashishni boshladi. Biroq ular munosabatlarini hammadan yashirishga majbur edilar. Chunki Kit oilali edi. Bundan tashqari Samantha ham 14 yoshga kirgan, voyaga yetmagan qiz edi. Samantha uni shunchalik sevib qolgandiki, hattoki Kitning oilali ekanligi uni to'xtatmadi. 1994-yilda Samantha homilador bo'ldi. Bu orada u 20 yoshni qarshi olgandi va endi u Kitning oilasiga aylanmoqchiligini aytdi. Kit va ayolining farzandlari yo'q edi va oqibatda Kit ajralib Samanthaga uylandi va tez orada ular Joshua ismli o'g'ilning ota-onasiga aylanishdi. Samantha oilada yagona farzand edi. Shuning uchun u doim katta oilasi bo'lishini orzu qilardi. Natijada Samantha va Kit 1998-yilga kelib 4 o'g'ilning, ya'ni Joshua, Thomas, Colin va Danielning ota-onasi edilar. Samantha uy bekasi, Kit esa traktor haydovchisi bo'lib ishlardi. Biroq yuzdan baxtli oila bo'lib ko'rinishsa-da, oila ichida tushunmovchilik va ko'plab janjallar bo'lardi. Sababi esa Samantha Kitni ko'p ayollar bilan aloqasi borligida gumon qilardi. Janjalni tinchlantirishning o'rniga Kit jahlidan Samanthaga qo'l ko'tarardi. O'z o'rnida Samantha ham chidolmay politsiya chaqirib Kitning ustidan shikoyat qilardi. Biroq bu janjallar uzoqqa bormas, oqibatda ikkalasi ham yarashib ketishardi. 2001-yil iyul oqshomlarining birida Samantha va Kit do'stlari bilan uchrashuvdan keyin uylariga qaytib kelishganda, eshiklari oldida bir ayol ularni kutib turgandi. U Samanthaga Kitdan homilador ekanligini aytdi. Shu onda Kit sarosimaga tushib, bu gaplar yolg'on deb o'zini oqlashga tushdi. Samantha to'la umidsizlikni his qildi va Kit bilan aloqani uzmoqchi ekanligini aytganda, u yana Samanthaga qo'l ko'tardi. Bu voqea Samanthada katta noxush taassurot qoldirdi va oqibatda Samantha ajrashishga ariza berdi. Sud bundan oldingi janjallar va do'pposlarni nazarga olib, ularni tez ajratdi. Qarorga ko'ra, bolalar onasining qaramog'ida qolishdi. Kitga esa bolalarni har chorshanba, juma kunlari olib ketib vaqt o'tkazishga ruxsat berildi. Biroq Samantha o'g'illariga otaning o'rni muhim ahamiyatga ega ekanligi uchun Kitga ularni xohlagan vaqt olib ketishi mumkinligini bildirdi. 2003-yil mart oyida Samantha 5-farzandiga homilador bo'ldi. Biroq bolaning otasi boshqa odam edi. Kit bilan ajrashganlaridan so'ng Samanthaning hayotida boshqa inson paydo bo'ldi. Ular bir-birlarini tez sevib qolishdi va endi u odam 5-bolasining otasi edi. Qorni katta bo'lishni boshlagach, Samantha birovdan bilib qolmasidan o'zi Kitga homiladorligini aytib berdi. Kit uchun bu kutilmagan yangilik edi va u yangilikni eshitib hech nima demagan bo'lsa-da, ertasi kuniyoq Samanthaning oldiga kelib, bolani oldirib tashashini o'tinib so'rashni boshladi. Kit vaqtida ko'p xatolar qilganini, Samanthaning qadriga yetmaganini va endi o'zgarishini va undan boshqa hech kimni bunchalik sevmaganini ta'kidlardi. Kitning eng ajablanarli gaplaridan biri esa u Samanthani bolalaridan ham ko'proq sevishini ekanligi bo'ldi. Samanthani Kitning bu gaplari hayron qoldirdi va uning yalinib-yalvorishiga qaramay, Samantha unga ko'p martalab imkon berganini va bular oqibatda hech nimaga olib kelmaganini aytib, rad javobini berdi. 2003-yil 23-mart kuni ertalab Kit odatdagiday bolalarini o'zi bilan olib ketdi. Kit ularni kechlikda olib kelaman deb va'da bergandi. Shuning uchun Samantha ular kelavermagach xavotirga tushishni boshladi. U tinmay Kitga telefon qilardi, biroq Kit telefonni ko'tarmasdi.
Taxminan kechasi 12lardan keyin nihoyat Kit telefonni ko'tardi. Samanta jahlda edi. Bolalar qani deb so'raganda Kit ular mashinaning orqa o'rindiqlarida o'tirganini aytdi. Biroq bolalar tinch emasdi. Ular onasini so'rab yig'layotgan edi. Shu payt Kit Samantaga yurakni larzaga keltiradigan gap aytdi. U o'zini o'ldirmoqchiligini va bolalarini ham o'zi bilan olib ketishini va qanday bu dunyoni tark etish rejasini tuzib qo'yganini aytdi. U mashinaga maydagina o't oluvchi moslamani ulab qo'yishini, undan chiqqan zaharli gaz esa oqibatda hammani imkonsiz qoldirishini aytdi. Oxirida esa Kit unga o'ylaymanki, bu fojiada butun umr tug'ilajak bolangni ayblaysan, dedi. Shu onda Samantaning ahvolini tasvirlashga til ojiz edi. U bolalarining vahimaga tushib baqirishlarini eshitardi. Yuragi parchalarga bo'linayotgan edi, lekin go'daklariga hech qanday yordam bera olmasligidan o'zi ham faryod chekardi. Samanta bolalarining so'nggi lahzalarini eshitayotgandi. Bolalar havo yetmasligidan yig'lab, yo'tal qilishni boshlagan edilar. Kit telefonni o'chirdi. Samanta darhol politsiyaga telefon qildi. Politsiya Kitning telefoni qayerda ishlayotganini aniqlashga tushdi. Vaqt hisobi soatlarga emas, soniyalarga teng edi. Politsiya ularni vaqtida topolmasligidan jiddiy xavotirda edi. Bu jahannam raqobatiga o'xshardi. Birinchi, politsiya ularni qidirib topib bolalarni qutqaradimi yoki zaharli gaz ularni o'ldiradimi? Taxminan 1 soatlar o'tib, Kit Samantaga telefon qildi. Shu payt Samanta undan bolalarni qaytarishini o'tinib so'radi. U qornidagi bolasini o'ldirishni va Kit bilan qaytib yarashishini aytdi. Biroq Kit endi kech. Kichkina o'g'limiz Daniel nafas olmayapti, dedi. Bechora ayol yolvorib yig'lashdan to'xtamasdi va telefonda endi hech kimning ovozi eshitilmasdi. Faqatgina o't oluvchi moslamaning ovozi kelib turardi. Shu payt politsiya mashina derazasini sindirib eshiklarni ochdi va beshalasini ham tez yordamga jonlantirish bo'limiga olib ketishdi. Politsiya Kitning mashinasini shahardan 50 kilometr uzoqlikda dalada topishdi. Biroq ular kech qolgan edilar. Doktorlarning tinimsiz harakatiga qaramay, Kit va uning 4 nafar farzandi hayotdan ko'z yumdi. Samantaning ahvolini ta'riflashga til ojiz edi. U qattiq depressiyaga uchradi. Lekin bu fojia kamligiday, u qornidagi homilasidan ham qattiq stressga tushganligi sababli ajraldi. 2005-yil may oyida Samanta yana o'g'il farzand ko'rdi. U farzandini yaxshi ko'rsa-da, bolalarining o'rnini bosolmasligini aytgan.